Assalomu alaykum. Vimprో dasturida qo'shimcha materiallar qo'shish. Shaxsiy kabinetga kiring, kompaniya sozlamalari bo'limiga o'ting va bu yerdan qo'shimcha materiallar menyusini tanlang. Qo'shimcha material bo'limi ochilgandan keyin bu yerdagi material qo'sh tugmasini bosing. Natijada yangi qo'shilgan materiallar Vimpró dasturiga qo'shildi. Endi esa qo'shimcha materiallarni buyurtmaga qo'shishni ko'rib chiqamiz. Buyurtmaga qo'shimcha materiallarni qo'shish uchun buyurtmalar bo'limini oching. Kerakli buyurtmani tanlang va bu yerdan qo'shimcha materiallar bo'limiga o'ting. Qo'shish tugmasini bosing va kerakli materiallarni buyurtmaga qo'shing. Qo'shimcha materiallar funksiyasi hisob-kitoblar aniq va moslashuvchan bo'lishini ta'minlaydi.